Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir darvoza bilan bir yakka eshigimiz bitdi yana. Zakaz. Молочный svet, darvozaning sveti. Холодный etib ishlangan. Orqasi bir kat. Ichida bir xil etib ishlangan o'zida etib. Stivki görmediğini umuman şurupam görmedi. Ştabki urulgan arkasından. Çok etib. Молочный svet etib. Maşin kraski urulgan. Hem yer kalınma işlengen. Yine 3 metre boyu 240. 3 metre 240. Yine bir yakka eshigimiz 95'e 210 razmeri. Bu iki katlı etib ishlangan. Bunu açıp göstereyim. Bu iki kat etib içine ham stiklo qilib, ishlarni ham kraska urilib, ajoyib etib ishlangan. Shunday ishlar kerak bo'lsa, darvozalar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Ekrandagi nomerlari Xorazm bo'ylab ajoyib etib zotib yetirib beramiz. Sifatine garantiya. Kraskalari mashin kraska urilgan. Profillari hamma yeri qalin bo'ladi. Baholarini kelishtirib zotib beramiz. Arzon etib.